Rahmetullah, bütün Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar hammalarına Allah'ın selam olsun. Ben Korlu Şərq Türkistan'ın Korlu şehir tekçiyesi Harambağ kentden ismim Aygül Qadir. Tug'ilib o'sgan yerim To'yangchachi ekan. Meningki 2 o'g'il bir qizim bor. Yo'lishim tugab ketdi 7 yilning oldida. Ben bu yerga kelishdan burun Xitoyninki zulmini bek tatdim. 2 qator siyosiy jinoyatchi turmada yetib chiqdim. Nurg'un iskanjalarga tushdim. Şu sebepten bu yerga Allah'ın rahmetiyle Allah asançlık verip çıktım inşallah. Benim 2 oğlum vatanda kaldı. 2 oğlum, singlim, qarindoshlarım, benim 3 akam, 2 singlim, 2 oğlum vatanda kaldı. Akalarımdan hech qanday xabarim yo'q. Akam To'yangchachi qaraydi 56 rayon, 49 rayonda Avlat Qodir, Samat Qodir, Ezim Qodir. O akalarımdan hech qanday xabar olmadim. Turmada emasmi, ishidimi, sirtidimi, o'ldimi, tirikmi hech qanday xabarim yo'q. Cho'ng akamning o'g'li Mehmatjon bultur jiyan o'g'lim tarbiyalashga akirib ketgan bultur angladim. 2 o'g'li va 2 o'g'limni akirib ketganini angladim. Ro'za Avlat, Mehmatjon Avlat. Bu mening cho'ng singlim Fatigul Qodir, yo'ldosh Olimjon. Öyden bir gün kaç ikisini bırakmam açık etken petim terbiyeleştiyken hazır ağnıgıl 6 ayını açtı. Hazırlıkçılık başka kavim alamadım. Terbiyeleşik eketkenliğin 6 ayını anladım. Benim bu sanım şu. Bu benim küçük oğlum Şireli Ahmet. Bu balam terbiyeleşik ekirip ketipti. Onun ağnıgıl uzun oldu. Hazırlıkçılık hiç qanday xabari yo'q, o'liktirek chiqqan chiqmagan. Bu benim çoğun oğlum Nureli Ahmet. Bu balamni bultur 3. ayda Xitoylar turmaga akirib ketganligini anladım. Hozirgacha hech qanday xabarni olmadim. Bu çoğun oğlumning ayoli bu xalcham. Bu kelinimning sirti emasmi, nerligini hech qanday xabarim yo'q faqatla. Bu kichik oğlumning ayoli Gulmira. Bu kelinimning shu sirti nerligini bilmayman, faqat xabarim yo'q. Çoğun oğlumning 2 balasi. Mana bu çoğun oğlum. Bana bu çoğun oğlumun ayağıyla bu kızı, çoğun kızı. Mağu çoğun akamın kelini. Menimle okşaş bana çetip, şunda bir Xitayning zulmini tatib ketgan. Hazır bu kız balının nerligini hadis akirib elib bahchab basag'an. Men bu yerga 2017 yil qadar kelgan qadar. Hozirgacha bu kız balınınki nerligini bilmayman. Bu mening balalarim taladimi, nerede hech qanday xabarim yo'q, nevralarim. Bu meningki kichik akamning qizi menbek cho'ng qilgan ismi Roziya Ezim. Korlu shahar To'yangchachi kent qaraydi. 49-o'ltiraq rayonda uyi. Bu qiz bolaninki bultur 1 yil qadar bo'ldi. Biroqlamma shu Gobadadining akatdi, turmaga akatdi deb anglagan bir xabarni angladim. Uningdan keyin faqatla xabarim yo'q. Buni menga chetib jazolaganligini bildim. Hurmatli qarindoshlar, hammamiz zulm tortyapmiz. Qo'qqida yoqqanmiz qarindoshlar. Sabr qilsaqmi, sabr qilmasaqmi, barimiz kunimiz mushtaq bo'ladi. Qarindoshlarning qo'rqmay o'tirib maydonga chiqib guvohlik berishini tuqqanlar ustidan bu zulm oshkorlashini talab qilaman.